General Uzoqov, Ko'kcha, aloqada yashaydigan akalar videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlar uchun bitta joy topib qo'ydik. Srochno sotuvga chiqyapti. Xos syomkaga keldik. 5 sotuv 8 ta xona. Mahallasini, ko'chasini ko'rib turibsizlar. Qop-qora asfalt bo'lyapti. Masjidgacha 1 kilometr yetar yetmas oraliqda joylashgan Ko'kcha masjidga tepaga chiqib ketadigan bo'lsak, aloqaga chiqamiz. Metro kerak bo'lgan bo'lsa, Beruniyga, bu yoqqa G'unchaga chiqib turamiz. Hozir uyimizni birin-ketin kirib ko'rsatib beramiz, lekin mahallasini, ko'chasini ko'rib tursiz, haqiqatan tinchgina mahalla ekanda. Bu mahallada bilasizlar, suv, svet, gaz, internet, kanalizatsiya hech qanaqa muammogarchiligi yo'q. Kanalizatsiya ham sentralniy o'tgan. 1 sotig'iga shunda 29 ming dollardan gaplashib qo'ydim. General Uzoqovda. Ketdi ichkarini ko'rib chiqamiz. Darvozaxonadan kirganda uzungina yo'ligini ko'rib turibsizlar. 0,7 sotiq. Qarang, mana shu bu yoq tarafi bu yoq tarafini pulga hisoblamayapti, chunki bu yoq taraf zahvat hisobida sizga o'tib ketyapti. Ichkarida 5 sotuv hovlimiz, lekin bemalol mashina kirib chiqadi. O'zimiz ham ko'rdik. Mashina bemalol kirib chiqadi. U yoq 4 ta 5 ta mashina bemalol ketar ekan. Ketdi ichkariga kirib ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirganimizda ko'rsangiz bo'ladi, 5 sotiqdan iborat, haqiqatan kirganda yurak jiz etadigan fayzli xonadon ekan. Yer hisobida sizga Xudo xolasa o'tib ketyapti. Egalarini nomer qoldiramiz. Telefon qilib turib aloqaga chiqib tezroq ulgurib qoladigan Ko'kcha masjidga yaqin joydan uy qidirib olganlarga shu videoni tashlab qo'yinglar. Telefon qilinglar, tez aloqaga chiqing.